Assalomu alaykum azizlar. Bu video balki noroziliklarga sabab bo'lar, chunki gapiradigan hozirgi mavzuim nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo bo'yicha katta bahslarga sabab bo'ladigan mavzu. Shunday bo'lsa-da gapirishni lozim topdim, chunki hech bir bola ota-ona tushunmasligi sabab kasallikka duchor bo'lmasin. Agar xabaringiz bo'lsa, oxirgi paytlarda O'zbekistonda yosh bolalar orasida panensefalit deb ataluvchi kasallikni soni oshmoqda. Bu videoni yozishimga ham sababchilar aynan shunday bolajonlarni ota-onalarini murojaati bo'ldi. Ota-onalar farzandlarida rivojlangan panensefalitni sababi va davosi haqida so'raganlar. Bu haqida men ham aqlim va imkoniyatim yetgancha ham O'zbekistondan, ham Britaniyadagi kasbdoshlarimdan surishtirdim. Xulosa fikrlarni esa sizga taqdim qilaman. Hozirda O'zbekistonda bolalar ichida SSPE, ya'ni subacute sclerosing panencephalitis, sklerozlovchi panensefalit soni oshmoqda. Bu qizamiqni kech rivojlanadigan o'ta xavfli asoratlaridan biri. Buni sababi ushbu kasallikka chalingan bolalarni qizamiq vaksinasi bilan emlanmagani emas, afsus, ming afsus, balki emlanmaganlarni kasriga qolganligidandir. Bu kasallik asosan 1 yoshdan kichik bolalarda rivojlanuvchi asorat. Qizamiqni birinchi dozasi esa, ya'ni KPK, qizamiq tepki va qizilcha vaksinasi 1 yoshda beriladi. Chaqaloqda onadan o'tgan IgG, ya'ni immunoglobulin G antitanachasi hisobiga vaqtinchalik tabiiy immunitet bo'ladi. Bu antitanalar soni onani KPK bilan emlangani hisobiga ham oshadi. Tabiiy immunitet 3-6 oygacha davom etadi, ammo bola 6 oydan 12 oygacha himoyasiz qoladi. Ayniqsa shu paytda yuqtirilgan qizamiq bolada qaytarib bo'lmas asoratlarga olib kelishi mumkin. Nega endi bu asorat hozirgi kunda ko'paymoqda? Bu asoratni davosi bormi? Bu asoratni oldini olsa bo'ladimi? Dunyo bo'ylab antivaksina harakati oshib, qizamiqni tarqalish tezligi ham oshmoqda. Buni asosi 1998-yilda britaniyalik sobiq shifokor Andrew Wakefieldni Lancet jurnalida chop qilingan maqolasiga borib taqaladi. Andrew go'yoki MMA, ya'ni KPK vaksinasidan so'ng 12 bolani ichaklarida emlashga bog'liq autistik enterokolit deb ataluvchi yangi kasallikni kashf qilgan. Bu xabar yashin tezligida tarqalgan. Bundan manfaatdor shaxslar Andrewni qo'llab-quvvatlaganlar, chunki yiliga $43 million foyda qilish ko'zlangan. Yaxshiyamki tez orada haqiqat yuzaga chiqqan. Andrewni qilgan kashfiyotini umuman noto'g'ri va hatto yolg'on statistikaga asoslangan ekanligini Yevropa, Yaponiya davlatlarida tajriba va isbotlarda ko'rsatilgan. Masalan, 2019-yilda Daniyani o'zida 650 ming bola yordamida olib borilgan tadqiqotda KPK vaksinasi bilan autizm o'rtasida hech qanday bog'liqlik aniqlanmagan. Ammo g'ish qolipdan ko'chib bo'lgan, ya'ni yomon va yolg'on xabar tez tarqaladi degandek, bu xabar ham yashin tezligida tarqalib, buni natijasida emlash soni kamayib, qizamiq soni osha boshlagan. Hozirda ham oshmoqda. Xo'p, autizmga aloqasi yo'q desangiz, unda vaksinalardagi merkuriy, alyuminiy, formaldegid kabi zaharli moddalarga nima deysiz? Deyishingiz mumkin. Merkuriy moddasi vaksinalar tarkibidan 2000-yillardayoq olib tashlangan. Formaldegid va alyuminiyga keladigan bo'lsak, bular vaksinadagi toksinni zararlantirish uchun muhim modda va tana uchun umuman xavfsiz. Agar solishtirilsa, chaqaloqni tanasini o'zi formaldegid yoki alyuminiy moddalarni 50-60 marta ko'proq ishlab chiqarar ekan. Endi emlashni kamayganligi O'zbekistonga qanday ta'sir qilmoqda? Shuni ko'rsak. Qizamiq o'ta tez yuquvchi kasallik. Yaqin kontaktdagilar, maktab, bog'cha, oiladagilarga o'ta tez yuqadi. Emlangan bolalar hosil bo'lgan immunitet hisobiga bu kasallikni yengil o'tkazadilar va atrofga kam tarqatadilar. Tarqatsalar ham holsizlangan yoki kuchsiz virusni tarqatadilar. Ammo emlanmaganlarda bu og'ir o'tib, tarqatish ham shunchalik ko'p va og'ir darajada bo'ladi. Agar 6-12 oylik chaqaloq shu kontakt ichiga tushib qolsa, orasiga tushib qolsa, kasallik ularga ham yuqib, xavfli asoratlar, shu jumladan SSP, ya'ni panensefalit rivojlanish xavfi ham oshadi. Bu kasallikni og'ir bo'lsa-da aytishga majburman, davosi yo'q.
Azizlar, xulosa qiladigan bo'lsak, KPK vaksinasi va autizm o'rtasida umuman bog'liqlik yo'q. Bu afsona ko'plab ilmiy dalillar bilan rad etilgan. Vaksina farzandlarimizni sog'lig'i, kelajagi va butun jamiyat uchun zarur himoya vositasidir. O'zimda alhamdulillah 3 ta farzandim bor va uchalasi ham to'liq emlangan va emlanadi. Bizlar tibbiyot xodimlari vaksinalarga kelganda ba'zilar o'ylagandek Big Pharma yoki farmatsevtik kompaniyalarni nog'orasiga o'ynab emas, balki isbot va dalillarga tayangan maslahatlarni beramiz. Bundan bizga emas, balki vaksinalarni tekinga oladigan sizlarga foyda. Iltimos, isbotlanmagan xabarga ishonib qolmang. Vaksinani oling. Nafaqat o'zingizni, balki atrofingizdagi yaqinlaringizni norasidalarini o'ylang, ularning himoyasini o'ylang.